qanday chiqadi endi ya? Aya bunga duosini o'qib chiqish kerak. Qarang. Tavba qildim. Ha, beparasatlar bunga oyoqni cheshib chiqardi qo'y. Tavba qildim. Voy, Aya, sekin tavba qiling. tavba qildim. Qach. Bu narsalar yetimmi deyman, hech kim pulni so'ramayapti. Hech kim pul so'ramayapti, boshimga urib Voy, ketdi. otangni uyi, bu qarzinka, bu kassasi bor. Aya meniki qistab ketdi. Qisib tur. Qizim, shularni hisoblab yuboring. 10 ta shokolad yeyaptilar. Manikidan ham hisoblang, bitta olma yedim. Ana bitta olma yedim, chestniman. Aya bu katta-ku. Ha, hech nima qilmaydi. Zaten 3-4 yil kiyasan. Men senga boshqa kurtka olib bermayman, bachcha. Aya meniki qistab ketdi. Qisib tur. Ayajon, Ha, jannat onalar oyoq ostida deyishadi. nima demoqchisan? Bitta oyoqchamga tuflicha olib bering. Bitir jahon. Men nima qilay qisib turaveraymi? Qisib tur dedim men senga. Bor 500 so'm turadi kanetda, bor. Dadasi biz keldik. Mana sizga kalish oldim. Shuncha bo'ldi, men boqdim, bitta kalish olib keldingmi? Ay yo'q, sizga yarim kilo cho'yanchi nos bilan bir pachka lezva oldik. Birga ishlatamiz, dada.